Men Kamol Ozodbek Elsa School'ning 11-sinf o'quvchisiman. Bir paytlar xorijda talaba bo'lish men uchun faqatgina orzu edi. Bugun esa dunyoning eng zo'r universitetlarining 12tasiga muddat talaban qabul qilindim. Bular qatorida Amerikaning Arizona State University, Pennsylvania State University, Yaponiyaning Kyoto University of Advanced Science va Ritsumika universitetiga qabul qilindim. Riga hamda Indoneziyada bo'lgan SPG Morgan Universityga ham talaba bo'ldim va bu mening hayotimdagi eng quvonchli kunlardan biri bo'ldi. Bu natijaga erishishimda Elsa School'dagi ustozlarim va yatirgan imkoniyatlar katta yordam berdi. Men Islomjonov Azamjon Elsa School'ning 11-sinf o'quvchisiman va men bu yilda 7 davlat universitetlariga hujjat topshirdim. Quvonarlisi, muddatidan avval hammasidan ijobiy natija qabul qildim va bunday quvonarli xabar menga kuch va motivatsiya berdi. Hozirda qaysi universitetda o'qishni tanlayapman? Men Ilhomjonova Jamila, Elsa School'ning 11-sinf o'quvchisiman. Do'stlarim universitet qidirayotgan bir vaqtda men 6 ta universitetni muddatdan oldin talabasi bo'ldim. Bu menga o'z oldimga yana ham katta maqsadlar qo'yishimga motivatsiya bo'ldi. Ismim Mansur Odiljanov, Elsa School'da 11-sinf o'quvchisiman. Bu yil 15 ta universitetga hujjat topshirdim va ulardan 13tasiga qabul qilindim. Va ularning orasida Amerikaning eng nufuzli universitetlaridan biri University of Wisconsin-Madison, University of San Francisco va shu kabi boshqa top universitetlar mavjud. Endi esa o'z bilimlarim bilan yurtimiz rivojiga hissa qo'shishni maqsad qilganman. Men Xolmatov Muhammad Yusuf, Elsa School 11-sinf o'quvchisiman. Bu maktabda o'qib, men xalqaro darajadagi imkoniyatlarga ega bo'ldim. Hali maktabni tamomlamasimdan oldin xorijiy davlatlarning 10 ta universitetlariga muddatdan oldin qabul qilindim. Bu mening uchun katta yutuq va yangi bosqichning boshlanishi. Ishonamanki, oldinda bundan-da katta muvaffaqiyatlar kutmoqda. Men Nurbayev Imron, Elsa School'da 11-sinf o'quvchisiman. Xalqaro sertifikatlar va bilimlarim tufayli chet el universitetlariga grant asosida qabul qilindim. Barcha mehnatlarim besamar ketmaganini his qildim. Elsa School o'quvchilari bugun dunyoning turli mamlakatlaridagi universitetlardan qabul xatlarini qo'lga kiritmoqdalar. Ularning muvaffaqiyati mehnat, bilim va to'g'ri ta'lim natijasi. Elsa School orzularni haqiqatga aylantirgan maskan. 2026-2027 o'quv yili uchun bizda qabul davom etmoqda. Elsa School, kelajagingizni bugundan boshlang. Biz orzu qildik, harakat qildik va natijaga erishdik.